Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz demak kompozitsiya darsimiz. Bundagi mavzuyimiz demak mening quvonchim mavzusi ekan. Assalomu alaykum. Men Otajon Hasanboy, Tuproqqal'a tumani 6-sonli bolalar musiqa san'at maktabi tasvir san'at o'qituvchisiman. Bugungi mavzuyimizda siz ko'rib turganingizdek, birinchi sinf o'quvchilarining kompozitsiya darsi ekan va shu darsimizda mening quvonchim mavzusida, rasm ishlash qoidalari mavzusida dars jarayoni edi. Demak, bugungi darsimizda biz shu mening quvonchim mavzusidagi ishlash va uni qanday bajarishimiz kabi mavzularda biza mustaqil o'zimizni ifoda etish, rasm chizishimizni biz hozir ishlaymiz ekan. Demak, bu darsimdan kuzatuvchilar uchun tavsiya beraman. Tavsiyam shundan iboratki, demak, kompozitsiya tasvir san'atda eng murakkab qismlardan bittasi hisoblanadi. Kompozitsiyani demak kichkina birinchi sinfdan o'rgatishning eng bir oson yo'llaridan bittasi. Demak, o'quvchining yoshina qarab mening quvonchim mavzusini bersak, o'quvchi kompozitsiyani nechik o'rganib qolganini o'zi bir yengil ravishda shu kompozitsiyani ishlaydi va o'zining ichki dunyosini shu kompozitsiyalar orqali ochib berishida imkoniyat bo'ladi va shu mavzu unga katta yordam beradi deb men o'ylayman. Shuning uchun hammaga tavsiya beramanki, kompozitsiya darslarida o'quvchining yoshina mos bo'lgan va mening quvonchim kabi yorqin va ranglari boy bo'lgan kompozitsiyani men hamma shuni chizdirishini tavsiya berib qolaman. Demak, biz kompozitsiya soatidamiz. Kompozitsiyamizning yuqori sinf o'quvchilarining ishlarida yoki murakkab bo'lgan kompozitsiyalarimiz shulardan iborat ekan. Demak, biz hozir birinchi sinfga mo'ljallangan kichik yoshdagi o'quvchilarga xos bo'lgan yengil ishlanadigan va rang-barang va quvnoq ranglardan foydalanish imkoniyati bo'lgan, shuning oddiy va sodda bo'lgan kompozitsiyalarni bajarishimiz mumkin bo'ladi va shuni biz o'quvchilarga tavsiya etamiz. Demak, kompozitsiya kartinalarni hozir ko'rib o'tdik. Kompozitsiyalardagi yanada tavsiyamiz nazariy jihatdan. Demak, unda yosh o'quvchilarimiz demak u yerda nimalarni ifoda etishi mumkin kompozitsiyada? Mening quvonchimda. Demak, o'quvchi hozirdan bo'lgan hayotindagi go'zal damlari yoki bo'lmasa o'quvchi o'zining oilasindagi davrasi, o'rtoqlari bilan ko'chada yurgani, dala-dashtda o'ynab yurganlar yoki kuchukchasini bag'rina bosganlar kabi narsalarni kartinalarda ifoda etishi mumkin. Demak, o'quvchimizning kichik sinfdagi o'quvchimizning kompozitsiyasida shuni ifoda etdi. Demak, mening quvonchim deganda o'zining oilasindagi yaqinlarini ifoda etdi. Quvnoq quyosh, quvnoq osmon va yer, ko'klamzor va oilasindagi a'zolarni tasvirlabdi. Keyingi o'quvchimizda bo'lsa, mening quvonchimda demak u daraxtdan ilingan shu arg'imchoq uchib o'tirgan holatini, o'zining eng quvonchli damlari yoki quvonchli his etishlarini shu yerda ifodalarini ko'rishimiz mumkin o'quvchimizning. Keyingi o'quvchimizning kompozitsiyasini ko'rsak, kompozitsiyasida oilasi, opasi, ukalarini tasvirlashdi. Demak, bu kompozitsiyada shuni ifodalabdi.